Qiyomat qoyim bo'lar ekan. Birodalar, ertaga bo'ladi qiyomat. Indinga bo'ladi qiyomat. Har bitta insonni ruhi jasadidan ajrashligi bilan qiyomati boshlandi. Qiyomat kuni har bitta inson umrini nimaga sarf qilganligi haqida javobgar bo'ladi. Nimaga sarflayapmiz yoshlar umrimizni? Raqs, o'yin kulgi yoki boshqa bir lahu ishlargami? Fi amalihi fi ma faal. Qilgan ishlari haqida javob beradi. Nima ish qilding bugun? Nima ish qilding? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatda xabarni eshitgan kishi kechqurun yotib, o'zini kechki paytda hisob-kitob qilar ekan. Bugun mana ish qildim, savob bo'ldi, mana ish qildim, o'zini hisob-kitob, muhosaba qilar edi. Va malihi min ayna iktasaba va fi ma anfaqa. Qiyomat kunida pulni qayerdan topding degan savol bitta savol bo'ladi va qayerga sarflading deb so'raladi. Qayerdan topyapmiz? Tijoratimizda harom narsa yo'qmi? Agar harom narsa yo'q bo'lsa, yolg'on so'zimiz bilan o'sha ishimizni puxta qilmaslik bilan harom qilib qo'ymayapmizmi? Xo'p, halol topdik. Endi qayerga sarflayapmiz?